Razı gelmez. O'sha aqtiq chorloqlaringga bir narsa deb ketdingizmi? Nevara, chevara, bulani bolalari balkim ko'ra, balkim aytilib keladi. Shu narsa yana shu vaqtda shunday bo'ldi-da. Aytdik endi. Dakan sabah aqtiqlarim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Xorazm Dealer Distribution tomonidan bizani birinchi podkastga start berildi. Podkast nomi Gap yo'q podkasti bo'ladi. Bu podkastimizda hamma qatnashsa bo'ladi. Xudo xolasa kamchiliklarni to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Bugun birinchi mehmonimiz Xorazm Dealer Distribution'da ishlaydi. Abdulaziz bo'ladi. Abdulaziz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gel. Bugun orqaga o'tirib gaplashaver. Bo'ldi. Orqaga o'tirib gaplashaver. Bugun bizada birinchi podkast, birinchi ishtirokchi sen bo'lasan. Xudo xolasa boshlab berasan. Nechta kamchiliklar bo'lsa, xudo xolasa kommentariyada yozib qoldiradilar. Maksimalni kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz shu kamchilik bo'yicha ishlab boshlaymiz. Bizada podkastimiz nechta shu bor gapni boricha aytasan. Savol beraman, aytasan. 20 dona savoldan iborat. Oddiy shu, qiyin savollar yo'q. Qo'rqishlar. Tayyormisiz sen? Aytaman. Boshlaymiz. O'zing haqida qisqacha ma'lumot. Endi o'zim deganda to'liq o'zim haqimdami? Demak, men Egamberdiev Abdulaziz Jumanazar o'g'li, Urganch shahrida tug'ilganman. Yoshim 22 yoshda. Yana bo'lmasa. Nerdansan? Men shu Urganch shahridanman, Qaysintirdanman. Hamma biladi, o'sha Palon deganida bizlar hamma biladi shular. Qaysintirdan? Qaysintir Palon. Ikkinchi savol. Yosh vaqtingda eng bir qiziqarli bo'lib qolib ketgan voqea bo'lganmi? Hozir ham eslaysan shu voqea. Shunday voqea bo'lganmi? Endi nolasan, bunday voqealar ko'p bo'lgan. Birsini aytib ber. Eng qiziqarlisimi? Ha. Eng qiziqarlisi yosh vaqtimda endi nima yosh emasmi? Maktab vaqtimda aytaman, endi yoshroq vaqtimda endi 6-klass vaqtim ekan mashina bo'lar edi. Shu mashinani haydab chiqib ketib bufetni kirib qolganman. Oldingi bufetni kirib qolgan. Keyin ko'rsatishni bilmay qo'rqmaydi ekan burada aytamiz axir qo'rqamiz hammada bo'lgan yosh vaqt. Keyin uyga turib polkraska borib bilsangiz. Hozir polkraskani olib berdim. Eng qiziqarlisi baqo shu driver ekan. Kerak beradi keyin bildim. Keyin bildi. Sekmadimi? Yo'q, endi sekmadi, endi tarbiyalab qo'ydi, endi o'chib. Hayotingda bir narsani orzu etdingmi? Shu narsaga ish bo'ldi shu narsa. Yaqinlashdingmi hali oldingdan? Ya shunga harakat etdingmi? Orzungni. Endi orzumni Xudo xolasa hozircha niyat tutibmiz, niyatim bor, harakatim bor, Xudo xolasa nasib qilsa erishyapmiz. Shu ozgina qolib turibdi. Ozgina qolib turibdi. Hayoting davomida gulguli voqea tushib qolganmisan? Ustingda hamma gulganmi? Kulgili voqea? Endi kulgili voqea hammada bo'lsa sabab bo'lib ustingdan gulganmilar. Maktab vaqti bo'lgan. Maktab vaqti darslar hamma so'mkasi bilan boradi-ku, hamma darslarni jadvallarni olib borib, so'mkada ozam bilan o'qidan turganmanda qo'llarni, ellarni yuvib turib, to'g'ri maktabga borsam, papkasi ketib qolgan. Papkani qarasam, maktabda papkam yo'q, hech nom yo'q. Darsda kitobim yo'q, daftarim yo'q. Bu yerga borib kelmagan yana. Papka uchun. Hamma gulgan. Klassda gulvada bor. Papka qilib ketaman. Endi menimcha bo'lishi kerak shunday voqea bo'ladi. Keyin sen bir ish aytchaksan, uyingdagilar ya jo'rangga tushuntirajak bo'lgansan, lekin sen tushunmayapsan. Shunday voqea bo'lganmi hayotingda? Endi uyimdagilar tushunadi, lekin tushunmay qolgan deganda masalan nechta vaziyat bo'lishi? Masalan, sen bir vaziyatni tushuntirajak bo'lgansan, birov bilan urushdingmi, o'g'lading bir narsani tushuntirajak bo'lgansan, tushunmay, ya bir do'kon ochajak bo'lgansan masalan. Shuni do'kon ochajakman, biznes aytjakman, ya vaqtini sen tushunmayapsan. Shunday voqea bo'lganmi? Endi shunday voqea endi nima bo'lmoqda? O'zim san'at sohasiga qiziqqanman. Muzikal maktabda o'zim 4 yil o'qiganman. San'at sohasiga qiziqib turib, shu sohada ketaman deganda, уже bu sohada dальнейший imkoni yo'q degan tushuncha bo'lganda menda uyda. Keyin shu biznes sohasini, investitsiya shunday narsalarga urishak, deb qo'l urishak degandan keyin уже
Shu xato tushunganlardan uydagilar shuna qiziqishimni aytgan keyin. Уже lekin Xudo shukr hozir ham zo'r. Nolinma. Baribir zo'r emas. Endi qaysi maktabda o'qigansan и qaysi klassni bitirgansan? Men Gaydana maktabini bitirganman, ya'ni 10-sinf maktab. 11G sinfini bitirgan. 11G bo'lganmi? Rus maktabda G bo'lgan. G. Glarni belgilab qo'yamiz. Rus maktabda bor G. G sinflar bor. Bizda yo'q edi. A, B, D, E ham bor. bo'lganda. G sinflar ham bor. J deganlar. Ko'p. Bizaniki 17-maktab elbirning ulug' maktabda unchalik bo'lmadi. A, B, D, E bo'lgan. O'shalarga u Gaydada o'qigan bolalar bo'lsa o'zlari biladi. Gaydada yomon takoy bolalar bo'lmaydi. Klasan ko'p bo'lgan. Odam sig'mayveradi. 17 numeradim bo'lgan baribir. Yaxshi. Hayoting davomida sho'rading bo'lgan voqealarda eng quvonchli kuning qachon bo'ldi? Eng quvonchli kunim? Eng quvonchli kunim mashina olgan. 9. Niyatim yetganman-da. Mashina olaman deb yosh vaqtda niyat etib qo'ydim. Birinchi o'zim haydab turib, o'zim mingan mashinam. Shu mashina olganim bo'lgan. Eng quvongan kunim. Eng quvongan kuning mashina olgan. Endi o'zing shuni bir ish etgansan, shu ishingdan faxrlanarsan. Shunday voqea bo'lganmi? Faxrlanarsan. O'zing faxrlanarsan shu ishni etganingda. Shu uydagilarning gap bilan girib turib, san'at sohasini tanlamay turib, biznes tanlaganimdan faxrlanaman. Savol niyat bo'ldi. Bir ish etchak bo'lgansan, hech kim sana yordam bermaydi. Lekin sen shu ishni baribir etgansan. Shunday voqea bo'lganmi? Ha, bir ish etchak bo'lganman, lekin hech kim yordam bermaydi. Ava. Lekin baribir etgansan bo'lgan. Masalan, buni ko'tarish ber degan vaqtda hech kim sana ko'tarish bermay, o'zing ko'tarib qo'ygansan. Tipa shunday voqea bir. Endi o'ylash kerak ekan bu savolni. Ko'p ish etchak bo'lganman, masalan, ko'p ish etchak. Yordam berganmilar shundan masalan? Endi yordam beradigan inson kam bo'lgan to'g'risi. Tanamdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Ko'ri otam, akam, men. Uyda. Hammasini shu Xudo taolo bilan uydagilar sababli ishga keldim. Kunda odam bilan ishga turib kelasan-ku. To'g'ri. Nechun turib kelasan? Odam motivatsiya olasan. Sabab odam bilan turishing. Sabab odam bilan turishim birinchilardan shu nolazam ekan. Birinchi bir motivatsiya bo'lishi kerak. Pul topish, работа. Soqqatay. Endi ko'rib, planasiz-ku, baribir odamzod masalan ishlamasa uyda turgan bilan foydasi yo'q. Masalan, baribir shu erta turish ham bir rizqdan. Ava. Shu pul ishlash, uyga bir so'm pulab qolish. Niyat yetish. Men shu qalbis ko'pchilik. Davom etmadimay, umiddan bomba tifirdi. Sana yolg'iz qolish yakmi yo jamoat bo'lgan ko'pchilik bo'lib qolish. Endi bir gap aytaman. Uyda bo'lsa yolg'iz qolish ekan. Bir o'zim qolish ekan. Dedi, qo'shni ishda noshtaga o'tiraman. Ko'pincha nechik? Ko'pincha agar qaysi biri? Ko'pincha uyda bir o'zing qilsang bo'lgan to'g'risi. Shu 50 ko'radi. Yolg'iz emas, demam ko'pchilik ham. Lemmada bo'ladi, baribir ya vaqti shunday bo'ladi. Asosan masalan ko'pincha do'stlar orasida bir ko'mak o'tish. Shunday. Bo'ladi. Zamonsiz chiqish bir. Agar sen 18 yoshingga qaytib qolganingda, nol narsalarni o'zgartiradi. 18 yoshingda bo'lib qolgan. 18 yoshimga qaytib qolganda hech o'ylamay ekan. Arka bir doğrulaydigan yerlar bo'lmaymi? Doğru yo'ldan ketmisa endi. Hech shuni savolni qoldiraveradi, lekin bunday vaziyat bo'lgan bo'lsa ham lekin uni aytib qo'ydi. Что-то не то. Seni hayotingni kino etib oladigan bo'lsak, kinoni adini nima qo'yardik? Kino adini savolga qarang. Qiyin savol. Oddiy savol. Novskiy o'zingning hayotingdan gap chiqib, kino bo'ldi. Seni nima desam, bo'lib o'tgan sho'rading bo'lgan voqealarda. Oddiy bir. Nima deb Endi masalan, kinolar avvalgi ko'rib, kino boshlanib odam aytib qo'yishadi-ku, shumi? Ova.
Başlanganda tamam bo'lganda masalan Jumon ad deymiz. Shunday. Nima deb qo'yadi? Bu savol Qo'ygan bo'lar eding. Hozir shu o'rningizda o'ylasam. bu hozirni so'raganda Ha. Demak bu chizi janrli emas, просто oddiy. Oddiylik, qiyinchilik yo'q. orqaga chekinish yo'q faqat onun. Kino nomi. Salva sanat. Ava. Serial как или кино. Pul topmay turib ishlagan kunlaring bo'lganmi? Bir so'msiz. Senga umuman puling bo'lmadi. Lekin ishlab yursan, shunday voqea bo'lganmi? Kishamda pulim yo'q, lekin ishlab yuribman. Ha. Или ishlab mutini ishlab yurganim yo'q. Nima deyapman endi? Yo'q, ishlab yursan, puling yo'q. Oylik Pulsiz, ava. Oyliging yo'q, al ishlab boshlading. Menimcha hammada bo'lgan bo'lsa kerak. Menda bo'lgan. Bo'lgan. Pulsiz yurgansan. Bo'lgan pul. Qancha vaqt yurgansan pulsiz? Endi shu pul ishlab topguncha pul suygan, ha. Где-то bir hafta 10 kun. Hafta 10 kun pul suygan. Oylik olincha masalan. Endi doğru. Yanında umuman pul bo'lmagan. Pul endi pul bo'lmagan deganda, uni ko'p pul bo'lmagan. Endi bo'lgan bo'lsa 5 ming so'm, 10 ming so'm, 50 ming so'm oshib qolsa bo'lgan, lekin pulsiz yurmayapman lekin. 10 ming so'm, 5 ming so'm хотя бы yo'q, eng kamida yo'q bo'lganman, kamida 5 ming so'm pul kerak. 5 ming so'm. Shunda ko'p birovlarda bo'lmaydilar shu masalan. Men o'zim deymanman bo'ldi. Pulsiz absolut nol bo'lgan. Bu ham masalan bir yere borib kelish bo'lsam, piyada borib keldim. Endi agar o'ynatib aytadigan bo'lsangiz, savolingiz agar uni bugun bo'lgan, bir so'm pul qilgan ekanman, lekin bundan ko'p emas, bir kun, 2 kun. Ha, uni ko'p bo'lgan. Hayotingda eng katta saboqni kimdan olasan? Onamdan. Onamdan. Ha. Endi saboqqa keladigan bo'lsak, men opamdan, akamdan ko'pincha opamdan olardim. Masalan, bu yerda ishlasang ham, yerda yursang ham halol bo'l, birovning haqqini, omonatini xiyonat qilma degan. Masalan, to'g'ri yursang, insofli bo'lsang, ham yerda ishing yurish ketadi deb aytgan. Shundan saboq olganman. Shu taraflama. Shu taraflama olganman. O'zingga o'zing savol berganmisan? Shu savolni javobini topganmisan? Ko'pincha hollarda o'zingga o'zing bir savol berib, javobini topganmisan? Или bir savol bor, hali ham javobini topmagansan. Shunday vaziyat bormi senda? Bor. Qiziqqanman. Shuni yozib bir savol aytaman. Hozir sizlar shu savolni beraman, lekin topolmaysiz hozir. Masalan, yerda pishdilar-ku. To'g'rimi? Men shu savol qiziq ko'rganman. Endi siz hozir masalan akangizni, akasini odamni bilasizmi masalan o'sha. Odamzod ishlatib shunday bo'lib ketganda men haligacha javob topolmadim. Masalan endi ya men bilmasman, ya biladollar bor, lekin eshitmayapman, topmayapman. Shu qiziq savol. Hozir ham qiziq. Hozirdan qiziq savol. Ishlatib bo'lgan bo'lsa. Oddiy kelin. Shu aytadi-ku, hamma qarindosh bilinadi deb. Shuning uchun shu savolni endi nechib bo'lganini bilmadim. Atak bundan boshqa hamma savollar javob o'zingizga beriladi. Pul topish va baxtli yashash. Pul topish va baxtli yashash sen uchun nechi? Pul topish, baxtli yashash, pul bo'lsa o'zi baxtli bo'lasiz. Pul bo'lmasa nega hozir baxtli bo'lib turasiz? Masalan, uyingizda o'tiribsiz, xotiningiz bo'lmasin, ukangiz bilan bir hafta qolishingiz kerak masalan, yo bir yerda aylanishingiz kerak, yo bir narsa qilib berishingiz kerak. Pul bo'lmasa, otangiz bo'lsa baxt bor, bo'ldi. Atak ne всё. Pul bo'lsa, unda undan ham baxtli bo'lasiz. Undan ham baxtli bo'lasiz. Komfort baxt. Komfort baxt deydi. Hatta aslonoy pul bo'lmasa ham otam ham baxtli bo'lsa bo'ldi, sog' bo'lsa. Bo'ldi. Sen shu kameraga qarab, oxirgi savolim bo'ladi. Kameraga qarab. Shunning gap ayt. Shu gap seni bolalaring shu ina bil ekanmi, nelar avlodlarini bilmayman desan. Shunday gap aytib ket, shu kamerada qoladi shu gap, shu neda bo'ladi YouTube'da. Seni eslab yursinlar. Shu gap bilan. Bir gap bilan ayt. Odam bo'ladik. Bir ishni boshlagandan keyin yoki bir ishga qo'l urgandan keyin hech qachon oldindan qo'rqmang, orqaga chekmang, oldindan harakatlanish kerak bo'lgan shu. O'sha orqaga qaytdingmi, o'sha keyingi achchak ishingdan unum qolmaydi. Faqat oldiga deng. Shart. Faqat oldiga bos. Oldiga bos. O'sha yer aqtiq chorloqlaringni bir narsa deb ketdingmi? Nevere, çevere, ulanı balları, belkim göre, belkim aytılıp bilir. Şu narsayla şu vaqt shunday bo'ldi da. Aytdik ya. Dakan sabah aqtiqlarim. Ajoyib. Endi
shunday narsa bor. Shu ruchkani qo'yib. Bu qog'oz, bu ruchka. Oxirgi narsa. Birovdan agar kechirim so'rayapsan yo birovga yaxshi tilaklaring bormi? Iminda kima to'g'ri kelsa aytsang shuni yozib ketsang, men sen ketgandan keyin videoning oxirida shuni aytib qo'yaman. Balkim masalan birovni xafa etgan bo'lsang, kechirim so'rab bilmaydi-ku ko'pchilik. U yoqlab bosh kechadi. Kechirimni yozib ketishing mumkin. Yo bo'lmasa birovni yaxshi ko'rsang, yaxshi ko'raman sen deb o'zini aytib bilmaysan yo sana ishonmaysan yaxshi ko'rganing. Shuni sen yaxshi ko'raman, oda bilan aytib ketsang, boshqa o'zi kerak emas, quruq oda. Xohlasang shuni yoz. Xohlasang bir akangni, opangni yaxshi ko'rishingni yozib ket. Farq yo'q. O'zingning narsa yozib ket. Yozishyaptimi? Masalan, o'zing aytib bilmaydigan vajingni yozib ket. Yozsang bo'ladi-ku, masalan, ichingdan yozasan. Men shuni o'qib beraman. Shu hozir aytib ko'ring, yozib ket. Unda nima aytib bilasan? Yozish kerakmi? Yozib ket. Bu podkastning основной narsadanmi? Yaxshi, yozib ketamiz. Sho'ri bilan qiziqdi. Xohlasang she'r yoz. She'r aytib beraman. Baribir. G'iybat yozib beringmi, g'iybat? G'iybat? Rep. Repmi? Meni yozuvim uchun siz bo'lmaydi. Shu yapmaysiz bo'ldi. Boshqa hech nima gapim yo'q. Tushunarli. Tushunarli bo'ldi. Esa samimiy suhbat uchun rahmat. Dillarimiz tomonidan Ajdar choylari. Rahmat, katta. Abdushu, bu sovg'a shunday. Rahmat. Kichkina olsang ko'p o'rinda ko'rasan. Bu katta o'zi men uchun. Esa rahmat. Yaxshi samatqon. Chakramiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi. Obunachilar, suhbatimiz shunday oddiy bo'ladi. Bu suhbatimizda xohlagan odam qatnashsa bo'ladi. Xudo xolasa, kamchiliklar bo'lsa, kommentariya yozib qoldiring. Biza to'g'rilasa harakat etamiz. Oxirgi so'zini o'qib eshitiraman. Onajon, hammasi uchun rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman. O'g'lingiz Abdulaziz. Gaplashadigan gapimiz ko'p, lekin gap yo'q podkastida bo'ldingiz. Hammaga rahmat. Yakkam bo'lsa like bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa kommentariya yozib ketamiz.